Assalomu alaykum, hurmatli sinf ustalar, bolalar. Biz sizlarga hozir bir master class ko'rsatmoqchimiz. Ba'zi bir gruppada ko'p savollar tushyapti. Mana shunaqa muammo bo'lyapti degan. Mana misol uchun 4 ta kamera ishlayapti. Bitta misol uchun ko'rishingiz mumkin. Ovozli 3 tasi ovozli kamera bu yerda. Ko'pchilik ovozli kamerani mana zapsga kirib, parametrdan mana bu joyi video audio qilib qo'yadi, bo'ldi. Ko'p enverda shunaqa muammo bo'lyapti. Audio videoga o'tkazganimizda ham primoyda ovoz chiqyapti-da, lekin zapsda ovoz chiqmayapti. Mana bu hozir primoyga kiramiz. Ovozni chiqaramiz hozir. Ovoz chiqyapti mana. Televizor ovozini mana ovozini chiqardik. Primoyda hozir ovoz ketyapti. Mana bu yerda qurilishga qarab qo'yganmiz kamerani. Endi xuddi shuni biz zaps ko'rmoqchimiz, misol uchun mana qurilishga qo'yamiz. Mana misol uchun 26-chida ovoz yo'q. Mana bu yerda ham ko'pchilik mashqani yoqishi mumkin. Mana bu yerda ham yoqamiz, ovoz yo'q mana. Buning uchun ovozni chiqarishni nima qilamiz? Hop, настройка kiramiz. Настройкаdan zapisga kiramiz. Zapisdan qaysi kameraligini bilamiz. Kamerani tanlab olamiz. Bu yerda bizda 3 ta kamera ovozli bu yerda. Qurilish, ko'cha 1, ko'cha 2. Darvozaniki ovozsiz kameramiz. Mana qurilishga kiramiz. Дополнительныйga kiramiz. Mana bu yerda zapis zvuk o'chib turibdi. Shuni yoqamiz. Okey. Priminit. Ikkinchi kameraga kiramiz. Bu yerda ham xuddi shu ishni qilamiz. Zapis zvuk. Okey. Priminit. Ko'cha 2 ni qilamiz. Bu yoqqa ham hammasiga bitta-bitta qilib chiqsam bo'ladi. Mana bu yerdan kopirovat qilib olsam bo'ladi hammadan. Endi bitta-bitta ko'rsataman sizlarga. Yoqib chiqqandan keyin bitta perzavishga beraveramiz. Enverga bitta perzavishga beraveramiz. Shu bilan ovoz chiqarib o'ta qolsa. Mana enverimizni perzavishga qo'ydik. Endi tekshirib ko'ramiz, qana ovoz chiqdimi yo'qmi? Xo'p. Birinchi kameraga qo'yamiz. Hop, 14:02 da ovoz yo'qdik. 14:02. Yaqinlashtiramiz. Tayyoramizni mana buzilgan joy mana bu yoqda, mana bu liniyada o'sha ovoz bo'lishi kerak. Qo'ydik. Ovozni yoqamiz. Mana ovoz chiqdi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.